Yumshoqqina og'izda erib ketadigan, bir lish chiqadigan, hech ham uyaltirib qo'ymaydigan mazali oddiy midovый retsept. Hamma maqtayotgan shokoladni midovый tayyorladim. Bahosini yurakchan qizartirib berib ketarsiz. Unga shakar solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Undan уксус to'ldirib, qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tovaga sal solib, qizdirib olib, solib yaxshilab aralashtirib, qizartirib olamiz. Margarinimizni solib, eritib olamiz. Unga massamzani yaxshilab aralashtirib, asali massamzani qo'shib olamiz. Un va elekdan o'tgan kakaoni qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Quyuligi vizodagi bo'lishi kerak. To'rtta bir xil kosamzani o'simlik yog'i bilan yog'lab olib, xamirimizni teng to'r bo'lakka bo'lib olamiz. Yarim soatga sovitkichga olib qo'yamiz. Krem uchun qozonchaga tuxum va shakarni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Vanilin va unni qo'shib, uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Sut qo'shib, olovga qo'yib, dinmasdan quyilguncha aralashtirib turamiz. Quyilgach, sovitganni olib qo'yamiz. Listimizni yog'lab olib, bittadan xamirimizni solib, un sepib, listga qo'limizda yoyib olamiz. Duxovkani o'rta olovida pishirib olamiz. Taxminan 7 daqiqada pishadi. Shu tariqa to'rtta korjimizni pishirib olamiz. Krem uchun muzdek qaymoqni iz hosil bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Zavanoy kremni qo'shib, qoshiqda aralashtirib olamiz. Keyin mikserda yana ozgina yaxshilab ko'pirtirib olamiz. So'ygan korjlarimizni chetlarini kesib olamiz. Albatta, bu korjlar bilan farzandimizni mehmon qilishni ham unutmaymiz. Keyin ortgan bo'lakchalarni o'zingizga qulay usulda maydalab olasiz. Qaytgancha videoni pishirayotganingizda tepangizda yegan tayyor bo'lib turadigan yaqiningizga jo'nating. Keyin qo'sh krem ketma-ketligida midovimizni terib olamiz. Eng ustiga maydalangan urvoqlarimizni sepib olamiz. Salofan bilan o'rab 5-6 soatga olib qo'yamiz. Yumshoqqina midovimiz tayyor. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'ling. Blogimdan kam xarj unutilgan retseptlarni topasiz.